Sizdami? Savol. Nimaga ekan? Aytdim, sho'rvanda ham g'alati edi. Mayli, ras o'yinimiz qizigandan qiziyotgan ekan, ikkiladin. O'zingcha mendan bekitib, yoz so'ng ichida pul yig'ayotding. O'sha pul birdan yo'qolib qoldi. Nimaga ekan? Men u pullarga katakxona qurib, tovuq biznes ochmoqchi edim. No. Bir narsani bilib qo'ying. Men sizga o'zimni 2002 deb tanishtirganman-ku, aslida 88 man. Dano bile. Sezgandim. Nimadir neto edi. Mayli. Mani birinchi muhabbatim 3-sinfda paydo bo'ldi. U meni ingliz tili o'qituvchim edi. Ko'ngilga shapati berishmi? Unda eshiting. Men ham 6-sinfimda jismoniy tarbiya o'qituvchimni yaxshi ko'rib qolganman. Unda sana eshit. 8-sinfda 5tasi bilan gaplashardim. Demak, finalga keldik. Ras shunaqa ekan. Men ham to'g'risini aytaman. Men 8-yigitimga turmushga chiqqanman. Unda eshit. Telefonimdagi santexnik deb yozilgan brat aslida santexnik emas. Nima? Urush yo'q dedi, so'kish yo'q dedi. Yana xafa bo'lib ketib yordi. Ha, chidasang o'ynada. Erkak